A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik aziz muhterem dini qarindoshlarım. Hazır anlaydığınla Ustaz Şeyh Salih İbni Pevzan'ın Tevhid kitabı. Bugün anlaydığınla küfrü ve onun türleri. Küfür degan nima? Küfrning lug'at ma'nosi, ya'ni arabchada küfrü degan so'z yo'rgash, yepish va yoki pardalash degan ma'nolarni bildiradi. Ammo islom dinimizda küfr degan so'z Allohga, uning payg'ambarlaridan birasiga yoki imonga munosabatlik masalalardan birasiga inkor qilish demakdir. Küfr bo'lsa iymonning ziddidir. Allohning borligiga shak qilish, islom dinidan yuz o'rish, islom aqidasiga zid keladigan iqimlarga va fikrlarga ergashish qatorliqlarmi küfrning turlaridan sanaladi. Küfrning eng cho'ngi Allohning borligiga inkor qilishdir. Ya'ni Allohni yo'q deb e'tiqod qilishdir. Shunaqla payg'ambarning rostchil ekanligiga ishonib turib, hasad tufayli inkor qilg'uchi va yolg'on sanag'uchining kufrsimi ham buyuk kufrdir. İslam dinimizde küfrü iki türlük buludu. Birincisi çoğun küfrü. Bu itikadga münasebetlik bolgan küfür bulup, çoğun küfrünü sadır kılan adam kafir buludu. İkinci türlü küfür bolsa kiçik küfürdür. Kiçik küfrünü sadır kılan kişi İslam dininden çıkıp ketmeydi, ama imanıga daxil etidi. Çoğun küfür deganimiz 5 türlük buludu. Birincisi küfrü inkar. Yani bu bolsa Allah'a yoki dinde işini zo'r bo'lgan aqida masalalardan birasiga inkor qilish va yoki yolg'onga chiqarish demakdir. Ya'ni Allohni yo'q deb inkor qilish va yoki qiyomat yo'q deb inkor qilish, o'lgandan keyin tirilish haq va rost ekanligini inkor qilish, jannat va jahannamning bor ekanligini inkor qilish va dinimizda namoz, ro'za, zakot, hajdan iborat bu 5 asosni farz emas, yo'q deb inkor qilish qatorliqlar bu kufri inkordir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Allohga yolg'on chaplagan, ya'ni Allohni yo'q deb inkor qilgan yoki haq din kelganda, islom dini kelgandan keyin uni inkor qilgan odamdimi zolim odam bormi? Do'zaxda kofirlarga joy yo'qmi? Albatta bor. İkinci türlü küfür bo'lsa, küfri takabburdir. Bu bo'lsa, haqni bilib turib, uni e'tirof qilishdan bosh tortish demakdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda iblis haqida mundaq degan: Allah subhanahu wa ta'ala o'z vaqtida farishtalarga mundaq degan: Odamga sajda qilinglar. Bu vaqtda iblisdan boshqa hammasi sajda qilgan. İblis mutakabbirlik tufaylidan, cho'ngchilik qilish tufaylidan sajda qilishdan bosh tortgan, Allohning amriga cho'ngchilik qilib qarshi chiqqan, buning sababi bilan kofir bo'lib ketgan. Shunga Allohning amr farmonlariga Allah Qur'onda mundaq dedi: Allah ma ishlarni qilishni buyurdi, ma ishlarni qilmaslikdan chekladi desa, buni cho'ngchilik qilib bosh tortgan kishi kofir bo'lib ketadi. Üçüncü türlü küfür bo'lsa, küfri shak. Bu bo'lsa, Allohning borligiga yoki dinning haq ekanligiga shak qilish yoki gumon bilan qarash demakdir. Allohning bir va borligiga shak qilish. Alloh bormi-tu, yo'qmi-tu? Va yoki bo'lsa qandoqroqdir
degandek shak va shubhalarga tushib qilish, bumi insonni kufrga qilib boradi. Shunga payg'ambar alayhissalom sizlar Allohning qandoq ekanligida tafakkur qilmanglar. Ya'ni Allohning qandoq ekanligini siz bilib yetolmaysizlar, ammo Allohning yaratgan mahluqotlar haqida fikr tafakkur qilinglar degan. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq bir hikoyani bayon qilgan. Bir mümin birodarini big'i boshlab kirib, kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda mundaq aytdi. Bu bog' menga mangu yo'qolib ketmaydi. Bu bog' mangu mening bo'ladi. Shuningdek, qiyomat bo'lgandimi? Qiyomat bo'lmaydi, agar bo'lib qolsa-mu, bu bog' yanala mening qo'limda bo'ladi. Agar men qiyomat bo'lib Rabbimga uchrashgan vaqtimda, albatta bu bog'ni yaxshiroq bog'ga erishaman, deb mundaq gumon qildi. Shak qildi. Onunğa mümin birodari munozilashgan holda mundaq dedi. Seni aslida tuproqdin, andin abi menda yaratib, andin seni ravris inson qilgan Allohni inkor qilamsan. Lekin men Parvardigorim bo'lgan o Allohni e'tirof qilaman. Parvardigorimga hech kimni shirk qilmayman. Bu yerdagi bu hikoyadagi kishimi Allohning va qiyomatning bo'lganligiga shak qilgan. Shuning bilan kofir bo'lib ketgan. To'rtinchi turli kufri bo'lsa, kufri i'roddir. Ya'ni bu bo'lsa Allohdan yoki uning dinidan yuz o'rishdir. Allohni inkor qilib, musulmon bo'lib qolgandan keyin Allohni inkor qilib, Allohga tangan va islom dinidan chiqib ketgan, islomdan yuz o'rgan kishimi kofir bo'lib ketadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan. Kofirlar bo'lsa, ogohlantirgan narsalardan, ya'ni haqiqatlardan yuz o'rguchidir. Ya'ni ularni inkor qilguchidir degan. 5-chi turli kufr bo'lsa, kufri nifoqdir. Bu bo'lsa, og'zida iymon etib qo'yib, ko'nglida ishonmaslik demakdir. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan. Bu shuning uchunki, ular og'izlarida ishonib qo'yib, andin ko'ngillarida haqiqatni inkor qildi. Ularning dillari pichatlandi. Shunga ularning dillariga hidoyat yetib borolmaydi va ular iymonni tushunmaydi. Kufrning ikkinchi turligi kichik kufr degan edik. Bu haqiqiy ma'nodagi kufr bo'lmasdan, balki Qur'on va hadislarda kufrlik deb atalgan yomon ishlardir. Bu turdagi kichik kufr kishini kofirlikka ilib bormaydi. Buningga binoan kichik kufrni sodir qilgan odam gunohkor bo'lsa-mu, iymondan ayrilmaydi. Kichik kufrning misollaridan tuvandikilar so'zlanadi. Birinchi, kufr ne'mat. Ya'ni Allohning ato qilgan ne'matlarga noshukirlik qilish va uning haqqini ado qilmaslik demakdir. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan. Alloh sizlarga mundaq bir misolni keltirdi. Makka aholisi, ya'ni Makkaliklar aslida tinchlik va xotirjamlik ichida yashayotgan edi. Ularning rizqi taraf-tarafdan keng tashlab kelib turardi. Ular Allohning ne'matlariga kufrlik qildi. Ya'ni Allohning ne'matiga shukr qilmadi. Alloh ularning tuzkorligi tufaylidan ocharchilik va qo'rqinchlik bilan jazoladi. Ya'ni Allohning ne'matini tunmaganlik uchun shukrona ne'mat qilishning o'rniga kufrona ne'mat qilib, Allohning ne'matlariga shukr qilmaganlik uchun ularni Alloh jazoladi. Ocharchilik va qo'rqinch bilan ularga azob avatdi. Kichik kufrning ikkinchi misoli musulmonni nohaq o'ldirish. Qasdan emas, nohaq o'ldirish.
Musulmonning nahaq o'ltirishning gunohi og'ir bo'lganlikdan kufrlik deb atalgan. Ammo u kafir bo'lib ketmaydi. Bu haqda Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Musulmonni haqoratlash, musulmonga til tekkizish bu fosiqlik. Bu fosiq odamning ishi. Ammo musulmonni haq o'ltirish kufrlikdir. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhisalom mendan keyin, ya'ni men dunyodan ketgandan keyin bir-biringlarning bo'yniga qilich urdigan, bir-biringlarni o'ltirdigan kafir bo'lib ketmanglar. Bumu musulmonlarning o'zaro bir-birini o'ltirishi kufroni qiliqdir. Ammo iymondan chiqarib etmaydi. 3. Allohning g'ayri bilan qasam qilish. Allohdan boshqasining nomini atab qasam qilish bumu kufrlikdir. Bu haqda Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Kimki Allohning g'ayri bilan qasam qildi ekan, u kafir va mushrik bo'lib ketadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda cho'ng gunoh sodir qilguvchini mu'min deb atagan. Ya'ni cho'ng gunohlar insonni kafir qilib etmaydi. Alloh taolo mundaq degan: Ey mu'minlar, o'ldirilganlar uchun qisos elish sizlarga farz qilindi. Alloh taolo qotilni iymonliqlar safidan chiqarib etmasdan, balki uni qisos egisi uchun birodar, do'sti deb atadi. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: Qotil uchun diniy qarindosh tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, ya'ni o'ldirilguchining egisi qotildan diyat olishga rozi bo'lib, qisos olishdan voz kechsa, u jinoyatchidan diyatni chiroyliqcha talab qilishi lozim. Jinoyatchimi diyatni yaxshilikcha, ya'ni kechiktirmasdan, kamaytirmasdan to'liq berish lozim. Yana bir oyatda Alloh taolo mundaq degan: Agar mu'minlardan ikki guruh, ikki jamoat o'zaro urushib qolsa, ularning orasini chiroyliqcha tuzab qo'yinglar. Agar ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilguvchi toki Allohning hukmiga qaytgan qadar, ya'ni tajovuzchilikni to'xtatgan qadar uning bilan urushinglar. Agar ular Allohning amriga qaytsa, ya'ni urush qilishdan to'xtasa, ularning orasini hech bir tarafga yon bosmasdan adillik bilan tuzab qo'yinglar. Ham ishda adil bo'linglar. Alloh haqiqatan adillarni do'st tutadi. Mu'minlar haqiqatan dinni qarindoshdir. Agar ular urushib qolsa, qarindoshlaringlarning orasini tuzab qo'yinglar. Rahmatga erishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Yuqorqi oyatlarda bayon qilingani diniy qarindoshlik ekanligida shak yo'qdir. Bu oyatlarga asosan musulmonni nahaq o'ltirishi, ikki musulmonning urushib qilishi ularni dindan chiqarib etmaydi, kafir qilib etmaydi. Cho'ng kufr bilan kichik kufr o'tirisidagi farqlar. 1. Cho'ng kufrni sodir qilgan odam shaksiz kafir bo'ladi. Uning qilgan barliq yaxshi amallari foydasiz bo'lib ketadi, ya'ni bekor qilinadi. Ammo kichik kufrni sodir qilguvchi kafir bo'lmaydi, balki og'ir gunohkor bo'ladi. Boshqa yaxshi amallarmi bekor bo'lmaydi, ammo mazkur qilmishning hajmida jazoga tortiladi. 2. Cho'ng kufrni sodir qilguvchilar do'zaxda mangu qoladi, ammo kichik kufrni sodir qilganlar agar do'zaxga kirsa, uningda mangu qolmaydi. Agar Alloh xolisa, uni afu qilib, uni do'zaxga kirgizmaydi. 3. Cho'ng kufri sohibining meli va jinining musulmon uchun halol bo'lishiga sabab bo'lsa, kichik kufri uning aksi bo'ladi. Cho'ng kufr sodir qilgan kishining meli va uning mollari musulmonlarga halol bo'ladi, uni musulmonlar osi bo'ladi. Ammo kichik kufr sodir qiluvchining melini musulmonlar elilishi joiz bo'lmaydi. 4. Cho'ng kufrni sodir qilganlarga diniy jihatda
adovat tutish, ularni do'st tutmaslik lozim keladi. Ammo kichik kuprni sodir qilganlar bo'lsa, diniy adovatda bo'lish va dushmanda bo'lishga qat'iy bo'lmaydi. Balki u Allohga bo'lgan iymoni va shariatga amal qilish qarab yaxshi ko'riladi va do'st tutiladi. Buni har bir musulmon yaxshi ayirishi lozim. Gunoh ma'siyatlarni qilgan musulmonlar va gunoh ma'siyat o'tkazib qolgan musulmonlar biz ularni hargiz dushman tutsak bo'lmaydi. Balki ularmi musulmon qarindishimiz. Nasihat qilib, u gunohdan qo'l yig'ishga turtki bo'lishimiz lozim. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hozir anglaydığınlar Ustoz Şeyx Salih ibn Fawzonning Tavhid kitobi. Nifaq va uning turlari. Nifaq degan nima? Nifaqning lug'at ma'nosi, ya'ni nifaq degan kalima arabchada ichida bir narsani yushirish demakdir. Ya'ni insonning ichida bir narsani yushirib olganligini, boshqalarga so'zlamaganligini va boshqalarga uqtirmasdan qalbida bir narsani saqlaganligini arabchada nifaq deymiz. Ammo islom dinimizda nifaq degan gap tilida musulmonlikni so'zlab qo'yib, tilida o'zining taqvodor yaxshi kishi ekanligini so'zlab qo'yib, dilida boshqacha bo'lish, dilida kufrni va yomonlikni saqlash. Bu nifaq bo'ladi. Mana bu munofiqning haqiqiy ta'rifidir, haqiqiy nishonisidir. Bu turdagi kishining munofiq deb atalishidagi sabab uning shariatga bir eshikdan kirib, yana bir eshikdan chiqib ketganligi uchundir. Og'zida musulmondachilikni so'zlab qo'yib, taqvodor yaxshi ekanligini so'zlab qo'yib, ammo qalbida Allohning muhabbati, islomning muhabbati, dinning muhabbati bo'lmaganligidan u kishiga biz munofiq deb qo'yamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda shubhisizki, cho'qimki munofiqlar islom dinidan chiqib ketguchilardir, fosiqlardir degan. Munofiqlarning oxiratda ko'radigan jazosi kofirlarnikidan og'irdir. Chunki munofiqlarning musulmonlarga yetkazadigan ziyonkashliklari, musulmonlarning jamiyatiga yetkazadigan soladigan ziyonlari kofirlarnikidan xatarlikdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostingi qavatida qattiq azoblanadi. Ularga hargizmi azobdan qutqizuvchi yordamchi bo'lmaydi. Alloh taolo yana bir oyatda cho'qimki munofiqlar og'izlar orqali o'zining musulmon bo'lganligini, og'izi orqali o'zining yaxshi inson ekanligini so'zlash orqali Allohni va musulmonlarni aldamoqchi bo'ladi. Amaliyotda ular o'zlarini ham aldaydi. Ularning qilgan u aldamchiligi o'zga qilgan bo'ladi. Allah ularga aldamchilikqa yarasha jazo beradi. Nifaqning turlari. Nifaq ikki turlik bo'ladi. Birinchisi e'tiqoddagi nifaq, ikkinchisi bo'lsa amaldagi nifaq. E'tiqoddagi nifaq bo'lsa, kishi o'zining musulmon ekanligini og'izda so'zlab qo'yib, chin ko'nglida kufrni yushirish va islomning haqiqiy ishonmaslikdan iborat buni qalbida saqlab qo'yadi. Bundaqlar garchi o'zlarini musulmonlar qatoridan sanasimi, o'zini musulmon deb chaqlasimi, hargizmi musulmonlardan emasdir.
balki ashaddiy kofirlardan sanaladi. Şuna ularning oxiratda ko'radigan jazosi kofirlarnikidan mag'ir bo'ladi. Munofiqlar har zamon va hamma joyda topiladi. Ular hamisha o'zlarining ikki yuzlimichi ekanligini, bu yomon sifati bilan musulmonlar va islom dinining ziyniga ish olib boradi. Munofiqlar shundoq razil insonlarki, shundoq razil maxluqlarki, musulmonlar kuchlangan vaqtda meli va jinining omonlik uchun ular o'zlarini musulmonlar qatoridan ko'rsatishga tirishadi. Musulmonlar ojizlashgan bugünkidek kunda ular o'zlarining dillarida yoshirib kelgan kufrni oshkorlaydi. Kofirlarga qarshi musulmonlarga ziyonkashlik qiladi. Munofiqlar tashqi ko'rinishida Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lib ko'rinadi. Bizmi musulmon, bizmi Allohga ishonamiz deb cho'ngsaklaydi. Mohiyatda asli ularning hammasi yolg'on bo'lib, ular uni chin qalbi bilan uningga ishonmaydi. Bu turdagi maxluqlar har millat va har jamiyatda mavjuddir. Qur'oni Karim munofiqlarning abdi bashirisini ichib tashlab, musulmonlarning nifoq va munofiqlikdan saqlanishi, ya'ni musulmonlarning nifoq va munofiqlikdan saqlanishi uchun ularning qilmishlarini ko'rsatib bergan. Aziz qarindoshlar, mayani yaxshi tushunaylik. Qur'oni Karimda Baqara surasining 5-da müminlar, kafirlar va munofiqlardan iborat 3 guruh kishilar bayon qilingan bo'lib, müminlarning bayoni, ya'ni müminlarning tushuntirilishi 2 oyat bilan. Alloh taolo müminlarni 2 oyat bilan tushuntirdi. Kafirlarning bayoni 4 oyat bilan tushuntiriladi. Ammo munofiqlarning bayoni bo'lsa, munofiqlar haqida bo'lsa 13 oyat bilan tamomlangan bo'ladi. Baqara surasining 5-dagi 2 oyat mu'minlar haqida, 4 oyat munofiq kafirlar haqida, 13 oyat munofiqlar haqida nozil bo'lgan. Shundan ko'rishga bo'ldiki, munofiqlarning islom ahliga keltiradigan ziyonkashliklari haqiqatan cho'ngdir. Ulardan hazar qilish lozim. Chunki ular ko'rinishda islomga, musulmonlarga yordam bergandek yoki musulmonlar bilan do'stlik tuyg'uni beradi. Mohiyatda ular islom va musulmonlarning ashaddiy dushmanidir. E'tiqoddagi munofiqlik tavandagidek 6 turga bo'linadi. Birinchi, Peygamber aleyhisselamni yalgan sanash. İkinci, Peygamber aleyhisselam ilib kelgan narsalarning ba'zilarini rad qilish va uningga ishonmaslik. Üçüncü, Peygamber aleyhisselamni yomon ko'rish. Peygamber aleyhisselamni yaxshi ko'rmaslik. To'rtinchi, Peygamber aleyhisselam ilib kelgan sunnatlarning ba'zilarini yomon ko'rish. Beshinchi, islom dinining ojizlishi bilan xushal bo'lish. Kofirlarning kuchayib ketishi bilan xushal bo'lish. Oltinchi, islom dinining kuchayishi, ro'naq topib, gullanishini yomon ko'rish. Shariat kelib qolsa, islom kelib qolsa, musulmonlar xalifa bo'lsa, dunyoni musulmonlar boshqursa degan bu ishlarni o'ylamaslik, arzu qilmaslik va u kelib qolsa qanday bo'lar degandek bunday gumon bilan yashash bu munofiqlikning alomati. Islom dini kelsa, shariat kelsa, kashki Qur'oni Karim qonun bo'lsa, dunyoni musulmonlar burunqidek Peygamber aleyhisselamning zamonisidagidek Qur'oni Karimni qonun qilgan bir davlat bo'lsa dunyoda deb mushunda arzu qilmaslik
Bu munofiqlikning alomati. Ammo arzu qilish, shu umid bilan, shu arzu bilan yashash haqiqiy musulmon va mo'minlikning ifodasi. Endi so'zlaydigimiz amaldagi nifoq, ya'ni kichik nifoq. Bu bo'lsa, dinga ishinib, musulmon bo'lib turib, munofiqlarga xos bo'lgan, ya'ni munofiqlarda tepilib qoladigan ba'zi qilmishlarni qilish demakdir. Mundaqlar musulmonlar qatoridan sanaladi. Chunki ularning iymoni haqiqiy ma'nodagi munofiqlarnikiga o'xshash saxta iymon bo'lmasdan, balki ularda iymon va nifoqlik sifati bor kishilardir. Ya'ni bir qarasak musulmonlik sifati nihoyat kuchli. Ba'zan vaqtda munofiqlarning sifatlari tepilib qoladi. Biroq ularning axloqiy va qilmishlari munofiqlarga xos bo'lgan razil va qilmishlar bo'lganlikdan ularning holi xatarlikdir. Chunki mundaq kishilar musulmonlik bilan munofiqlikning o'rtasida ish olib borg'uvchilardir. Agar ularning munofiqligi musulmonligini besib ketsa, ular haqiqiy ma'nodagi munofiqlardan bo'lib ketadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisida mundaq degan: kimdiki 4 illat tepiladigan, u chin ma'nodagi munofiqlikning alomatlarini o'ziga mujassamlashtirgan bo'ladi. Kimki bu 4 illatdan biri tepildigan, toki buni tashlamoqchilik uningda munofiqlikning alomatlaridan biri mavjud bo'lgan bo'ladi. Bu 4 illat bo'lsa, birinchi, omonatga xiyonat qilish. Ikkinchi, yolg'on so'zlashni o'ziga odat qilib olish. Uchinchi, va'daga xiloflik qilish. To'rtinchi, jidal majro qilish vaqtida ig'zini buzish. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Ya'ni yuqorqi munofiqlikning illatlaridan bo'lgan ishlarning birasi, shuning birasini ishlagan odamda munofiqlarga xos alomatlardan biri tepilgan bo'ladi. Shuningdek, o'zida bu 4 illatning hammasi tepilgan odam haqiqiy ma'nodagi munofiqlarning axloqini o'zlashtirib olgan bo'ladi. Ba'zi kishilarda yaxshilik xislatlari bilan yomonlik alomatlari, iymon bilan kufrlik, chinlik bilan munofiqlik birga tepilib qoladi. Ular bularning miqdoriga ko'ra savoblik va gunohdan bo'lgan nisbalarini oladi. Ya'ni yaxshiliklarning mukofotini, yomonliklarning jazosini topadi. Misol olsak, namozni masjidda jamoat bilan ado qilishga erinishmi munofiqlikning bir alomatidir. Munofiqlik insonning dunyo va oxirat uchun g'oyat yomon va xatarlikdir. Sahobalar o'zlarida munofiqlikning sifatlaridan tepilib qolishdan ajoyib andisha qiladi. Bu haqda Ibn Abi Mulayka mundaq deydi: Men hayotimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 30 necha sahobasi bilan yuz ko'rishga muyassar bo'lgan edim. Ularning hammasi munofiqlikdan qattiq qo'rqishadi. Allohga sig'inib munofiqlikdan panoh tilaydi. E'tiqoddagi nifoq bilan amaldagi nifoqning farqlari. Birinchi, e'tiqoddagi munofiqlik e'tiqodga til bilan dilning birdek bo'lmaganligidir. Ammo amaldagi munofiqlik amalda til bilan dilning birdek bo'lmaganligidir. Ikkinchi, e'tiqoddagi munofiqlik bilan kishi dindan chiqadi. Ammo amaldagi munofiqlik bilan inson kofir bo'lmaydi. Balki gunohkor bo'lgan bo'lsa-mu musulmon deyiladi. Uchinchi, e'tiqoddagi munofiqlik mu'mindan hargiz sodir bo'lmaydi. Mu'min jazmi keskin bo'lgan iymonga sahib bo'lgan kishilardir. Chunki munofiqlik u kofirning ishidir.
Ammo amaldagi munofiqlik gohida mo'mindimi sodir bo'lib qoladi. 4. E'tiqodga munofiqlikni ishlagan odamning tavbasi iymon etishdir. Ammo amaldagi munofiqlik sodir qilgan odam bo'lsa, bo'lg'un uchun tavba qilsa, Allohning mag'firatiga erishadi. Shayxul Islom Ibn Taymiya bu haqda bunday degan: Musulmonlarning ba'zisi ko'p hollarda munofiqlikning illatlaridan bo'lgan ishlardan birarsini yoki uningdan ko'pragini sodir qilib qo'ydi-da, orqadan bu gunohi uchun tavba qiladi. Allohmu uning tavbasini qabul qiladi. Gohida musulmon kishining qalbiga munofiqlikning ba'zi illatlari kirib qoladi. Alloh uni uningdan qutqizadi. Musulmon har vaqt shaytonning vasvasalari orqali siniladi. Bu xuddi sahobalardan biri payg'ambar alayhisolamga: "Ya Rasululloh, gohida ko'nglimizga shundoq vasvasalar, yomon xiyollar keladi-ki, biz shu vaqtida osmonning ustimizga yiqilg'ini uningdan yaxshiroq ko'rinadi. Ya'ni u xiyollarni qipsag'ucha osmon yerilib beshimizga tushsa yaxshiroq tek bilinib ketadi." degan vaqtida payg'ambar alayhisalom ularga javob berib bunday degan: "Mana bu iymonning alomatidir." Yana bir rivoyatda buni aytish to'limi ig'ir deganida uning hili nayranglarini vasvasa bilan cheklagan Allohga cheksiz hamd va sanolar bo'lsin deydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda cho'ng nifoq, ya'ni e'tiqodiy nifoq ahli haqida bunday degan: "U munofiqlar g'astur, gachidur, ko'rdur. Shunga ular ozg'unlikdan musulmonlikqa qaytmaydi." Shayxul Islom Ibn Taymiya yana bunday degan: "Munofiqlar hamisha o'zlarining musulmonligini ko'rsatib qo'yib, chin qalbidan haqqa ishonmaganliklari, ularning rost tavba qilgan yoki aldamchilik qilayotganligi bilinmaganlik sababidan munofiqlarning tavbasi qabul qilinmaydi yoki qilinmaydi degan masala ustida islom ulamolari o'rtasida o'xshamagan ko'z qarashlar borliqqa kelgan." A'udhu billahi minashshaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hozir anglaydiganlar ustoz Shayx Solih ibn Favzonning Tavhid kitobi. 2-bob tavhidga zid keladigan va uningga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlar. Mu'min g'aybga ishongan demakdir. Mu'min Allohni ko'rmay turib Allohga ishongan, Allohning buyurganlarini ijro qilgan va Allohning to'sqanlaridan yongan demakdir. Mu'min g'aybga ishonadi. Undaq bo'lsa, g'ayb degan nima? G'ayb ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan tashqi olamga, o'tmish, hozir va kelajakka oid bo'lgan ishlar demakdir. G'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Allohdan boshqa hech kim osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilmaydi degan. G'aybni bilish ilmi faqat Allohga xos bo'lgan ishdir. Alloh o'zining irodasi bilan gohi chog'da payg'ambarlarning ba'zisiga bir qism g'aybiy ishlarni ilohiy hikmatning taqozosi bilan bildirdi ham bildirgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday degan: "Alloh g'aybni bilguchidir. U o'ziga xos bo'lgan g'aybiy ishlardan hech odamni xabardor qilmaydi. Faqat o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarlarga ba'zi g'ayblarni bildirdi." Ya'ni Alloh subhanahu va taolo xohlagan payg'ambarga o'zi bildirishni xohlagan g'aybiy ishlarni bildirdi. Chunki payg'ambarlar gohi vaqtida insonlarga ba'zi g'ayblardan xabar berishdek payg'ambarlik mo'jizasini ko'rsatish orqali
o'zining rostilla Alloh taolo tarafidan avatilgan elchi, payg'ambar ekanligini isbotlashga muhtojdir. U Alloh bildirgan g'aybni kishilarga o'zining haq ekanligining dalili o'rnida ko'rsatadi. Alloh taolo ba'zi payg'ambarlarga o'zi bildirishni xohlagan qisman g'ayblarni bildirgan. Masalan, payg'ambarimiz Hazreti Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo kelajakka oid ba'zi g'ayblarni bildirgan. Payg'ambar alayhissalommi bularni sahobalarga so'zlab bergan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam va sahobalarning Makka kuffarlarining dushmanligidan aman bo'lgan holda Masjid haramga kirdiganligi, Rumliklarning bir qancha yil ichida İranlıqlarni yengadiganligi va uningdan boshqa g'aybiy ishlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga oldin bildirilib, amaliyotda payg'ambar alayhissalom xabar bergandek maydonga chiqqanligi e'tiqodlarimizning jonliq misolidir. Tarixda bularning hammasi bo'lib o'tgan ishlar. Bulardan boshqa qaysi bir yo'l bilan bo'lmasin, g'aybni bildiganlik da'vosini qilguvchilar shubhasiz kazzoblardir, ularga ishonishga qat'iy bo'lmaydi. G'aybni bildiganligini da'vo qiladigan aldamchilar har zaman mavjuddir. Ular alqonga yoki chiniga o'qish, sehrgarlik qilish, pal echish qatorliq usullar bilan kelajakdagi ishlardan yo'qolib ketgan narsalarning o'rnini yoki kimning olganligini yolg'ondan xabar berishidi. Ba'zi kasallarga ularning biror shaxsning qasd qilganligidan kasal bo'lganliklarini aytidi. Ular bu ishlarda faqat jin shaytonlarni ishqa soladi. Jin shaytonlarning rost yoki yolg'on barliq so'zlarni rost deb ko'rsatadi. Kishilarni buning bilan qoyil qilib ishontiradi. Ba'zilar munajjimlik yo'li, ya'ni yulduzlarga qarash bilan palni yulduz chiqqan vaqtda o'ylangan odam mundoq bo'ladi. Palani yulduz chiqqanda o'ylangan odam andoq bo'ladi va palani yulduz ko'ringanda bo'lsa tug'ilgan bola mundoq bo'ladi deganga o'xshash yolg'on so'zlarni qiladi. Ba'zi bilimsiz va iymoni ojiz kishilar bu aldamchi munajjimlarning so'zlariga ishonib, ulardan o'zlarining kelajak turmushi, beshig'il keldiganlari va boshqa ishlar to'g'riliq maslahat so'raydi. Munajjimlar bilan falchilar va sehrgarlar ularni yolg'on so'zlar bilan qoyil qiladi. Natijada ulardan yo'l so'rg'uvchilar dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Qandoqliki bir inson g'aybni bilaman, kelajakni bilaman, kelajakda unda yoki bunda bo'ldi degan keskin ma'no bilan so'z qilib bu ishni da'vo qildigan yoki g'aybni so'zlaganlarning so'ziga ko'ngildan ishondigan, ya'ni rost shunday bo'ldigan deb chin qalbidan ishondigan, u shaksiz kofir bo'ladi. Alloh bu halokatdan hammamizni saqlasin. Alloh panoh bersin. Amin. O'zining g'aybni bildiganligini da'vo qilgan aldamchilar g'aybni bilishdan iborat Allohga xos bo'lgan bu ilohiy xususiyatda o'zini Allohga shirik qilib olgan bo'ladi. Mundaq aldamchilarning g'aybdan so'zlagan so'zlariga ishongan odam mazkur aldamchilarni g'aybni bilishda Allohga shirik qilgan va ularning g'aybini bilamiz degan davosiga ovoz qo'shgan bo'ladi. Shunga munajjimlar, sehrgarlar, palchilar, daxonlar va ramballar shaksiz kofirlardir. Ularning g'aybdan so'zlagan so'zlariga yurakdan ishongan odammi kofir bo'ladi. Yulduzlar Alloh yaratgan maxluqotdir. Ular Allohning o'rinlashtirishiga asosan ish ko'radi. Jin shaytonlar osmon faristalarining ba'zi xabarlardan o'g'irlikcha foydalanish orqali bir rostga ming yolg'onni qo'shib sehrgarlarga, daxonlarga va ramballarga yetkazadi. Ular ahmoqlarni ishondirdi xolos.
Biz bu dersden şunu düşünüp yeterliyimizki, g'aybni bilish, ya'ni kelgusidan xabar berish, kelgusida qanday ishlarning bo'ldiganligidan xabar berish va o'tgan zamonda, tarixda nimalarning o'tganligini %100 to'g'ri bir shaklda bilish hech bir kishining qo'lidan kelmaydi. Faqatla bu Allohning ilkidagi ish. Kimga, qachon, nima bo'ldiganligini, bir odamning kelajakda nima kunlarni ko'rdiganligini faqat Alloh o'zi biladi. Ammo taxmin qilish orqali, dunyo qonuniyatlarini o'qish orqali taxmin bilan bunda bo'lish mumkin desa, bu to'g'ri bo'ladi. Bu iymonga daxl yetkazadigan ish emas. Ammo bilimsizlik bilan, jahillik bilan hech narsani bilmay turib, faqatla Alloh bildigan g'aybga til uzatish, kelajakda unda bo'ladi, kelgusida munda bo'ladi, ma ishlar munda bo'ladi degandek, bu odamning istiqboli munda bo'ladi, bu odam baxtli bo'ladi yoki baxtsiz bo'ladi degandek, bu e'tiqod, bu tushunchalar hammasi xurafiy, hammasi xato tushuncha. Agar kishi bundaq deydigan kishilarga ishonsa, u kishilarning deganlarini tasdiqlasa, ha, shunda bo'ldi ekan, shunda bo'g'dak degandek ko'nglida shularni to'g'ri deydi-ku degandek tushuncha keldi ekan, u odamning iymoni chiqib ketadi. Musulmonlarchilikdan u odam chiqib ketadi. Qanday bir kishi o'zini ham shunda kelajakdan xabar beradiganligini iddao qildi ekan, men kelajakda munda ishlarning bo'ladiganligini bilaman, sen munda bo'ldi ekansan, sen baxtli kun ko'rdi ekansan yoki baxtsiz bo'ldi ekansan deydigan, munda o'zining g'ayb ishlarni bildiganligini da'vo qilgan odamlar, mayli uning ismi nima bo'lib ketsin, mayli qanday darajada o'qib ketgan odam bo'lsin, mayli diniy, mayli fanniy olim bo'lsin, %100 kelajakda munda bo'ldi deb kesib so'z qildi ekan, u odam kofir bo'lib ketdi. Kofir bo'lib ketdi. G'aybni faqat Alloh biladi. Biz buningga chin qalbimizdan ishonishimiz lozim. Allohdan boshqa hech kim g'aybdan xabar bermaydi, berish huquqi ham yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hozir anglaydiganlar ustoz Solih ibn Favzonning Tavhid kitobi. Jahiliyat, fisq, zalolat, murtadlik qatorliqlarning turi va uning hukmlari. Biz o'tgan soat darsimizda jahiliyat va fisqlarni tushuntirib o'tgan. Endi bugun zalolat va murtadlik qatorliqlarni so'zlab o'tamiz. Zalolat, ya'ni azg'unlik, arab tilida to'g'ri yo'ldan ezish degan ma'noni bildirdi. Ya'ni yo'lini yitirib qo'yish, xato yo'lga kirib qilish va yo'lidan ezib ketishni zalolat deymiz. Zalolatning qarshi ma'nosi hidoyat, ya'ni to'g'ri yo'l topish, yo'lining to'g'risiga minish. O'ylagan nishonga qarab to'g'ri yo'l ustida minishni hidoyat deymiz. Uning aksi zalolat, ya'ni xato yo'lga minish, o'ylagan maqsadidan chetnab ketish yoki minayotgan yo'lidan xato yo'lga kirib ketish. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: kimki hidoyat topadi ekan, hidoyat topganning foydasi u odamning o'ziga bo'ladi. Kimki
azı ekan, to'g'ri yo'ldan chiqib ketadi ekan, u ozg'onlikning ziyni u odamning o'ziga bo'ladi. Qur'oni Karimda zalolat so'zi ko'p ma'nolarni ifodalangan holatda qo'llanilgan. Birinchisi kufrlik ma'nosida kelishi. Masalan, Qur'oni Karimda kimki Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarni va oxirat kunini inkor qilgan, u qattiq ozg'on bo'ladi. Ya'ni kafir bo'lgan bo'ladi degan ma'noda ishlatilgan. Ikkinchisi shirk ma'nosida. Alloh taolo Qur'oni Karimda kimki Allohga shirk keltirar ekan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozg'on bo'ladi. Ya'ni Allohga shirk keltirgan bo'ladi. Mushrik bo'ladi. Uchinchisi musulmonlardan shariat ahkomlariga xiloflik qilguvchi asi gunohkor kishilarga azg'un firqalar, ezib ketganlar degan ma'noda qo'llanilgan. To'rtinchisi bo'lsa xatolik ma'nosida qo'llanilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Musa alayhisolamning buni so'zini hikoya qiladi. Musa alayhisolam aytdiki, men u ishni qilganimda azg'unlardan, ya'ni nodonlardan edim. Beshinchisi unutqanlik ma'nosida qo'llanilgan. Qur'oni Karim ikki ayolning guvohlikdan o'tishi haqida mundoq degan. Ya'ni bir er kishi topolmasanglar, ikki ayol kishini guvohlikka tortinglar. Chunki bu ikki ayolning biri ezib ketsa, ya'ni unutib qolsa, ikkinchisi uning esiga soladi. Altıncısı bir narsaning yo'qolib ketishi yoki ezib qilish ma'nosida qo'llanilgan. Masalan, tugi yo'qolib ketdi deganda, ya'ni dallal jamalu, ya'ni tugi yo'qolib ketdi degan ma'noda ishlatiladi. Murtadlik va uning turlari. Murtad so'zi qaytish, yenib olish degan ma'noni ifodalaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda orqanglarga chekinmanglar, ya'ni urushda orqanglarga chekinmanglar. Bo'lmasa ikkili dunyoda ziyon tortquchilardan bo'lib qolasizlar. Murtad so'zi Qur'oni Karim va shariat atalg'ularida musulmon bo'lgandan keyin kufrga qaytish degan ma'noni ifodalaydi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday degan. Sizlardan kimki, ya'ni musulmon bo'lganlardan kimki o'z dinidan qaytib kafir pati o'lib ketsa, uning amallari, ya'ni ilgari qilgan, ya'ni musulmonlik holatida qilgan amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bunday odamlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. Murtadlik islomni buzg'uvchi ishlardan birini qilish orqali islom dinidan chiqish orqali murtad bo'lib ketadi. Murtadlik tuvandagidek 4 iborat ustiga qurilgan bo'ladi. Ya'ni 4 turga bo'linadi. Birinchi so'z bilan murtad bo'lish. Masalan, Allohni yoki uning payg'ambarlaridan birini yoki farishtalarni so'kish, uning g'aybni bildiganligini da'vo qilish. Ya'ni boshqalarning Allohdan boshqa kishilarning g'aybni bildiganligini da'vo qilish. O'liklardan yordam so'rash. Shariat ahkomlarini kamsitish. Payg'ambarlik da'vosi qilish. Allohdan g'ayriga hojatlarni so'rab duo qilish va uniga sig'inish qatorliqlar so'z orqali dindan chiqib ketish bo'ladi. Ikkinchi, ish harakat bilan murtad bo'lish. Masalan, butlarga, daraxtlarga, toshlarga, hayvonlarga, soxta ma'budlarga cho'qinish, qabrlarga bosh urish
va ularga qon qilish, sehrgarlik qilish, sehrni o'rganish va o'rgatish, insonlar tarafidan tuzilgan yerli qonunlarni islom shariatidan afzal deb e'tiqod qilish va uning bilan hukm qilish qatorliqlar ish harakatdagi murtadlikdir, ya'ni dindan chiqib ketishdir. Uchinchi, e'tiqod bilan murtad bo'lish. Masalan, Allohning shirki bor yoki bolasi bor deb e'tiqod qilish. Avliyolar, qutublar, mazar mashayiqlar koinotdagi ba'zi ishlarni tasarruf qila oladi yoki kishilarga foyda yetkaza oladi deb e'tiqod qilish. Zina, haroq, o'sim, jazonxo'rlik va uningdan boshqa Alloh harom qilgan ishlarni halol sanash, namoz, ro'za, zakot va boshqa amallarning farzligiga tinish, farz emas deyish qatorliqlar e'tiqoddagi murtadlikdir. To'rtinchi, shak bilan murtad bo'lish. Masalan, Allohning borligiga yoki Muhammad alayhisolamning haq payg'ambar ekanligiga shak qilish. Qur'on Allohning so'zi ekanligidan shaklanish. Islom dinining to'g'ri din ekanligidan shubhalanish. Qur'onni hozirgi asrga yaramaydi deyish qatorliqlar shak bilan dindan chiqib ketishdir. Iymon bilan shak hech bir zaman bir yerda barobar bo'lmaydi, bir yerda barobar turmaydi. Mu'min degan keskin iymon bilan Allohga ishongan bo'ladi. Uning iymoni keskin jazm qilingan holati bo'lmasa, shubhi bilan ishonish, shubhi bilan ibodat qilish, shubhi bilan amal qilish islom dinida qabul bo'lmaydigan ishlar. Bir kishining murtadligi isbotlangandan keyin bo'ladigan hukmlar. Birinchi, dindan yenib murtad bo'lgan odamdan 3 kun ichida tavba qilib islomga qaytishi talab qilinadi. Shariat hukumati tarafidan, ya'ni islom shariati, mahkama sharia tarafidan agar u qaytadan iymon etib musulmon bo'lsa, o'z erkinligiga qo'yib beriladi va shundaqla uningga musulmonlarga qilinadigan muomala qilinadi. Ikkinchi, agar tavba qilishdan bosh tortsa, tavba qilib islomga qaytadan kirmasa, uni o'ldirish farz bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisida kimki dinni o'zgartsa, ya'ni islomdan yanib olsa, uni o'ldiringlar degan. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Bunda qilganlik islom dinidan yenilish, islom diniga qilingan zo'r, cho'ng haqorat. Shu sababdan islomdan yenib olg'uchi murtadlar bilan urushish, ular bilan urush qilish Payg'ambar alayhisolamning buyrug'i, Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhuning qilgan faoliyati. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisolam dunyodan ketgandan keyin xalifa bo'ldi. Dindan yana bo'luvchi murtadlar bilan urush qildi. Hattoki zakotni bermagan. Ular Allohga ishonatdi, payg'ambarga ishonatdi. Lekin zakotni bermaymiz deb zakotni inkor qilguvchilar bilan Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu urush qildi, ularga urush ochdi. Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr radhiyallohu anhuga nima uchun sen ular bilan urush qilsa, ular musulmongo, Allohga ishonadigo, payg'ambarga ishonadigo deganda Abu Bakr radhiyallohu anhu men namoz bilan zakotning orasini ayirayotgan odam bilan va payg'ambar alayhisolamning zamonida bilib kelgan kichikkina zakot bo'lsa-mu, bermay yenivganlar bilan men urush qilaman degan. Keyin Umar radhiyallohu anhu sen to'g'ri qilsa deb Abu Bakr radhiyallohu anhuni tasdiqlagan. Uchinchi, islom dinidan yana olg'uchi murtaddan tavba qilish talab qilingan vaqtda uning o'z mol-mulkini tasarruf qilishi man'iy qilinadi. Agar islomga qaytsa, mol-mulki o'zining bo'ladi.
Agar islomga qaytmasdan o'ldirilsa yoki murtadlikda o'lsa, uning barliq iqtisodiy o'ldi sifatida Baytul Malga, islomning moliga qo'shib o'tiladi. Hatto ba'zi ahli ilmlar tarafidan dindan yanib olgan kishi murtad bo'lgan paytdan boshlab uning mol-mulki musulmonlar manfaat uchun ishlatilsa durust bo'ladi deyilgan. 4. Murtadning nasab qarindoshlari orasida mirosxo'rlik huquqi amaldan qoladi. Uning mirosxo'ri bo'lmaydi. Qarindoshlari uningdan, u qarindoshlaridan miros ololmaydi. Chunki u islom dinidan chiqib ketdi, musulmonlik, qarindoshlik u bag'dan uzilib ketadi. 5. Dindan yanib olgan odam murtadlik holi bo'yicha o'lsa yoki o'ldirilsa, u yuvilmasdan, namozi tushirilmasdan dafn qilinadi. Murtad musulmonlarning qabristonligiga dafn qilinmaydi, balki kuffarlarning mozorligiga dafn qilinadi yoki musulmonlarning qabristonligi bo'lmagan joyga ko'mib o'tiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hozir anglaydiganlar ustoz Shayx Solih ibn Favzonning Tavhid kitobi. Bugun so'zlaydiganimiz jahiliyat, fisq, zalolat, murtadlik qatorliqlarning turi va uning hukmlari. Jahiliyat degan nima? Fisq degan nima? Zalolat degan nima? Murtadlik degan nima? Deganlarni tushunib o'tamiz. Jahiliyat deganimiz islom dini barlig'i kelishdan burungi chaqlar demakdir. Ya'ni bir yurtqa, bir mamlakatga islom kelmagan vaqtlari jahiliyat vaqti, jahiliyat davri deyiladi. İbn Asir degan olim jahiliyat so'ziga mundaq aniqlik bergan. Jahiliyat islomdan burungi arablarning Allohni, payg'ambarni, shariatni va axloqni tunimaydigan, faqat har bir qabila o'zini ustun ko'rib, boshqalarini kamsitish, bir-biriga qarshi urush ejish, qon to'kish va butlarga cho'qinishdan iborat bir qator jahiliyatlik holatidir. Jahiliyat bilimsizlik yoki ilmiga ergashmaslik ma'nidadir. Jahiliyat bilimsizlik yoki ilmga ergashmaslik, ilmning ko'rsatgan yo'llarga mangmaslik degan ma'noni bildirdi. Shayx Islom Ibn Taymiya mundaq degan: haqiqatni bilmagan kishi odatda jahil, ya'ni bilimsiz deyiladi. Shundaqla o'zi bilmay turib bilganlik da'vosi qilgan kishi jahillarning jahilidir. Ya'ni bizning Uyg'urchada quyma jahil, tarsa degan ma'nolarni bildirdi. Haqiqatni bilib turib uning aksini so'zlagan yoki bilmay turib so'zlagan odammi jahildir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam avatlashdan burungi insonlar haqiqiy ma'nodagi jahillardan edi. Ya'ni o'zining bilmaganligini bilmaydi. Bilmaganligini e'tirof qilmaydi. Bilimsiz ekanligini e'tirof qilmaydi. Ulardan sodir bo'lgan barcha so'z va harakatlarning hammasi ularning haqiqatni bilishda jahil ekanligidan bo'lgan edi. Shundaqla o'z vaqtida Yahudi va Xristian dinlarining payg'ambarlariga muxolifatchilik qilganlarmi jahillardir. Yuqorqilarning hammasi umumyuzlik jahiliyatdir. Ammo Muhammad sallallohu alayhi va sallam kelgandan keyin umumyuzlik jahiliyatga xotimi berilgan bo'lib, faqat qisman jahiliyatlar mavjud bo'lgan. Masalan, dunyoning ba'zi joylaridagi insonlar jaholat hayotida turmush kechirsa-mu, boshqa joylardagilar undaq emasdir. Biror shaxs jaholatda bo'lsa-mu, yana boshqa birisi undaq emas.
Yanıdan Müslüman bolğan bir kişi Müslüman boluşdan burun cahiliyet yaşagan bolsa-mı, Müslüman bolğandan keyin ma'rifatlik hayotga o'tgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam avatilgandan keyinki hech bir davr jahiliyat davri bo'lolmaydi. Chunki kishilar o'xshash bo'lmagan davrda qanchalik jaholat va zalolatga cho'mgan taqdirdami, islom millatidan bir guruh kishilar haqiqatni namoyon qilib turdi. Ammo qisman jahiliyat islom diyorlaridami mavjuddir. Chunki ular bir turkum shaxslardan sodir bo'lganlikdan umumga vakillik qilolmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisida mundaq degan: Ümmetim ichida 4 ish barki, ular jahiliyat ishlaridandir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Zar radhiyallohu anhuga haqiqatan sen jahiliyatning qoldiqlaridan qutulib bo'lmagan odam ekansan degan. Chunki bir kuni Abu Zar radhiyallohu anhu Hazrati Bilal radhiyallohu anhuga "Hey, qar qog'ining balasi" deb ayıplagan. Ya'ni Bilal radhiyallohu anhuning o'zi qartallik, anasimi qartallik edi. Abu Zar radhiyallohu anhu uning bilan takallashib qolgan vaqtida qar qog'ining balasi deb so'ragan. Bilal radhiyallohu anhu intayin ko'ngli yerim bo'lib, payg'ambar alayhisalomga Abu Zar radhiyallohu anhuni shikoyat qilib borgan. Shu vaqtning o'zida payg'ambar alayhisalom Abu Zar radhiyallohu anhuga haqiqatan sen jahiliyatning qoldiqlaridan qutulib bo'lolmagan odam ekansan. Ya'ni jahiliyatdagi insonlar bir-birining shakliga, bir-birining chiroyiga qarab turib shunday hukm qiladi. Senmi shularga qarab shunday deydigan insonlardan ekansan degan. Islom kelgandan keyin har millat, har irq, har tillik insonlar o'xshash hisoblangan. Müslüman bo'lgan har kishi mayli qaysi millatdan, qaysi rangdagi insonlar bo'lsin, hammasi o'xshash Allohning oldida musulmonlar. Xulosa qilib aytgan vaqtimizda jahiliyat, umumiylik jahiliyat va qisman jahiliyat deb ikki qismga bo'linadi. Umumiylik jahiliyat payg'ambar alayhisalom kelishdan burungi zamonni ko'rsatadi. Muhammad alayhisalomning payg'ambar bo'lib kelishi bilan bu turdagi umumiylik jahiliyat tugagan, uningga xotim berilgan. Qisman jahiliyat ayrim davr va rayon, qisman shaxslarda tepildigan jahiliyat bo'lib, ular hozirmi shu bo'yicha davom qilmoqda. Buningdan ma'lum bo'ldiki, kunimizdagi jahiliyat umumiylik emas, balki qisman jahiliyatdir. Pisiq degan nima? Pisiq kalimasining lug'atdagi ma'nosi chiqish demakdir. Pisiqning shar'iy istilohdagi ma'nosi Allohning itoatidan chiqish deganlikdir. Mana bu islom ahlining shar'iy istilohida qo'llangan fosiq so'zining o'z ma'nosidir. Pisiq yoki fosiq so'zi kofirlar uchun qo'llanilgandek, musulmonlardan bo'lgan asi, gunohkorlar uchunmi qo'llaniladi. Pisiq ikki turga bo'linadi. Biri uni sotilgan kishini musulmonlikdan chiqaradigan pisiq bo'lib, bundaqlar kofir deyiladi. Alloh Qur'oni Karimda kofirlarni fosiqlar deb atagan. Ya'ni o'z Parvardigorining itoatidan chiquvchi kofir. Yana bir oyatda Allohning itoatidan chiqib kofir bo'lgan fosiqlarga kelsak, ularning joyi do'zax bo'ladi degan. Yuqorqi oyatlardagi pisqi so'zidan kofirlar iroda qilinganligiga oyatning davomi dalil bo'ladi. Alloh taolo bir oyatda shunday degan: Har qachon ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Ularga sizlar inkor qilgan do'zaxning azobini tatinglar deyildi. Chunki ular dunyoda do'zaxni inkor qilib, Allohning itoatidan chiqqan fosiqlar edi. Shundaqla Qur'oni Karim musulmonlardan bo'lgan asi gunohkorlarni fosiqlar deb atagan.
Allah Teala bu haqda Qur'oni Karimda mundaq degan: İffetlik ayollarni zina bilan qarlagan, ya'ni soliha ayollarni yomon ism bilan atagan. Buning rostligiga adil to'rt guvohchini keltirilmaganlarni 80 darra uringlar. Ularning guvohligini, ya'ni undaq boshqalarga tuhmat chaplaydigan soliha odamlarga yomon ism bilan atab, ularga yomon tuhmatlarni chaplaydigan kishilarning guvohligini hargiz qabul qilmanglar. Chunki ular fosiqlardir. Allah Teala yana bir oyatda haj oylarida haj qilishni niyat qilgan, ya'ni ihrom bog'lagan odamning jinsiy aloqa qilishi, gunoh qilishi va jidal majra qilishi man'iy qilinadi. Ulamolar bu oyatdagi fasaqa, fusuq kalimasini gunoh ma'siyat deb tushundirgan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hozir anglaydiganlar ustoz Sheyx Ibn Solih Favzonning Tavhid kitobi. Ikkinchi bobning davomi. Ya'ni tavhidga zid qiladigan va uningga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlarning bir qismi sehrgarchilik, jinkashlik va palchilik. Bular hammasi insonning iymoniga daxl yetkazadi, hatto kishini iymondan chiqarib o'tadi. Unda bo'lsa, sehrgarlik, jinkashlik, palchilik degan nima? Biz bularni tushunib olaylik. Sehrgarlikning aniqlamasi. Sehr so'zining lug'atdagi ma'nosi, ya'ni bu arab so'z bo'lib, buning uyg'urcha ma'nosi ko'zga ko'rinmaydigan, faqat yushrun holda maydon keladigan ishlar demakdir. Ammo sehrning islom istilohidagi shariatdagi ma'nosi bo'lsa, Allohning izi bilan ta'sir ko'rsatadigan va jin shaytonlarning vasitasi bilan o'tirg'i chiqadigan ishlar demakdir. Sehrning ta'sir ko'rsatadiganligi bu rostdir. U insonning qalbiga ta'sir qiladi. Kishilarni kasal qila oladi, o'ltira oladi. Ikki mahbubni bir-biridan, ikki ayolni bir-biridan ayirib oladi. Kishilarni bir-biriga amroq qila olgandek o'ch ham qila oladi. Sehr umuman shaytonlar va najis avrohlarga cho'qinish bilan ishga oshadi. Sehrning gunohi shirkka o'xshashdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sehrni shirk bilan birga bayon qilib bundoq degan: 7 halokatdan qochinglar. Birinchi Allohga shirk keltirish, ikkinchisi sehr qilish. Ya'ni o'ch amroq qilish, ayollar o'tirisini ayirib o'tish va kasallarga sababchi bo'lish, sehr qilish orqali boshqalarni kasal qilish. Bular hammasi shirkdan qolsalam, ya'ni Allohga shirk keltirishdan qolsalam, ikkinchi o'rinda turadigan halok qilg'uchi cho'ng gunohlar qatoridan. Sehr ikki jihatdan Allohga shirk keltirgan bilan o'xshash bo'ladi. Biri sehr jin shaytonlarni ishqa solish, ularga bog'lanish orqali amalga oshadi. Chunki sehrgarlar shaytonlarga cho'qinadi. Allah Teala bu haqda Qur'oni Karimda mundoq degan: Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatish bilan kofir bo'ldi. Ya'ni insonlar shaytonlardan, jinlardan foydalanib, ulardan sehrgarlikni o'rgandi. Bu kufrlikdir. Yana bir tarafi sehrgarlar o'zlarining g'aybni bildiganligini da'vo qiladi. Chunki ular g'ayblarni yolg'ondan so'zlaydi. Bu g'aybni bilishda Allohga o'zini shirik qilganlikdir. Shunga sehrgarlar mushriklarga o'xshash kofirlardir.
Bu haqda Allah Taala Qur'oni Karimda mundaq degan: "Ular sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmati va jannatdan hech nisbasi yo'q ekanligini obdan biladi." Ya'ni jannatdan nisbasi bo'lmaganlar bo'lsa, cho'qimki ular kofirlardir. Sehrgarlik kishini sog'lom aqidadan chiqarib tashlaydi. Sahabe ikramlar zamonasida sehrgarni shar'iy hukmi bilan o'ltirib o'tgan. Uni o'ltirish vojib bo'ladi. Afsusnarlik yeri shuki, xuddi bu hukm shariatimizda amaldan qoldirilgandek, musulmonlar sehr va sehrgarlikka g'ofillik va beparvolik bilan qaraydigan bo'ldi. Ko'pincha kishilar uni bir fan turidan deb qarab, uning bilan faxrlanyotdi. Shundaqla ularni texi mukofotlaydi va ilhom beradi. Ba'zi jamiyatlarda sehrgarlar uchun alohida so'rin hozirlanib, musobaqalar o'rlashtirilib, u yerga minglagan havaskorlar yig'ilishidi. Bu bo'lsa, musulmonlarning o'z dinini mohiyatdan bilmasligi va aqidasiga sal qarshi. Dinni masxur qilguvchilarga imkoniyat yaratib berishdan boshqa narsa emas. Rambal va palchilikning aniqlamasi. Rambal va palchi bu kelajakda bo'ladigan ishlardan va yo'qolib ketgan narsalarning joyidan xabar berish orqali g'aybni bildiganligini yolg'ondan da'vo qilguvchi demakdir. Bu bizning istilolimizdagi dahan jinkashning o'zidir. Rambal dahanlar jin shaytonlarga cho'qinadi va ma'lumotni ulardan oladi. Jin shaytonlar osmon farishtalaridan o'g'irlagan ba'zi xabarlarni yolg'on bilan qo'shib ularga yetkazadi. Ular insonlarni aldaydi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: "Ey payg'ambar, Makka kuffarlariga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vo to'quvchi kofirlarga, gunohkorlarga tushadi. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irlikcha anglaydi, shaytonlarning to'lisi yolg'on xabarlarni tarqatadigan yolg'onchilardir." G'aybiy ilmlarni bilish faqat Alloh xosdir. Ramchilar, palchilar, dahanlar va ulardan boshqami har xil vositalar bilan g'aybni bildiganlik da'vosi qilguvchilar shaksiz kofirlardir. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki kohinlarga, ramchilarga, palchilarga va sehrgarlarga ularni yeniga berib, ularning so'zlariga ishondikan, u Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kelgan islom diniga kofir bo'lgan bo'ludir." Ya'ni u kishi kofir bo'lib ketadi. Shundan qattiq hazar qilish kerakki, sehrgarlar, ramchilar, dahanlar va palchilar kishilarning aqidalarini buzadigan, o'zlarini kishilarga xuddi kasallarga shifoliq buyuradigan doktorlarga o'xshash ko'rsatib, kishilarni mazo mashayiqlarga atab qurbonlik va nazar chiroqlarni qilishga buyurib, ularning dindan chiqishiga sababchi bo'ladigan aldamchilardir. Ular kishilarni aldab, ularga shirik so'zlar bilan yozilgan tumorlarni berib, uni bo'yinlariga esish yoki yostiqlar ostida saqlashga tavsiya qiladi. Halbuki bunday shirik so'zlar bilan yozilgan tumorlarning hech narsaga foydasi yo'qdir. Yuqorqi aldamchilarning ba'zisi jin shaytonlarni ishga solish orqali kishilarning yetib ketgan narsalarning o'rinlarini aytib beradi. Bu gohida rost, gohida yolg'on chiqadi. Ammo umuman ularning so'zlarida yolg'onlar nihoyat ko'p. Shunga ularga agashmaslik va so'zlariga ishonmaslik kerak. Yana ularning ba'zilari o'zlarini avliyo qilib ko'rsatib, kuyib turgan o'tga kirib, sog'-salomat chiqishidi. Bandalarga, badanlariga pichoq urib yoki o'zlarini mashinaning ostiga etib, hech qanday zaxmlanmaydi. Mana buning o'xshash ishlar shaytonlarning ishlaridan iboratdir. Mohiyatda sehr va ko'z bog'laydigan qilmishlardir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim.
Hazır anglaydiganlar ustoz Sheyx Salih ibn Fawzonning Tavhid kitobi. Ikkinchi bob tavhidga zid keladigan va uningga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlar. Mazar mashayixlarga va qabrlarga atab qurbonlik qilish va ularga atab nazr qilish to'g'risida. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni shirk girdobiga ilib boradigan barliq ishlardan qat'iy ma'ni qilgan. Mazar mashayixlarni ulug'lash va ulardan hojatlarini so'rashning xato ekanligi nihoyat ochiq bayon qilingan. Birinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam avliya anbiyalarni ulug'lashda shariatning belgilamasidan eshib ketmaslik kerakligi haqida mundoq bayon qilgan. Diniy masalalarda har ishni o'z belgilamasidan oshirishdan hazar qilinglar. Haqiqatanmi sizlardan burunqilar dinning cheklamalaridan chetnab ketish bilan halok bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mundoq degan: Xristianlar, ya'ni Nasaralar, Maryam o'g'li Isoni, ya'ni Isa alayhisalomni madihlashda dinning belgilamasidan chetnab ketib, uni ilohlashtirib olgandek, ya'ni Allohning o'g'li deb da'vo qilgandek, menimi madihlashda oshirib o'tmanglar. Men faqat Allohning quli, meni Allohning elchisi va bandisi denglar. Ikkinchi, Payg'ambarimiz Hazreti Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni qabr qattirish va uningga aslim yozishdan cheklagan. Abi Hayyaj al-Asadi radhiyallohu anhu mundoq rivoyat qiladi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu menga Payg'ambar alayhisalom meni buyurgan ishqa sinimi avataymi? Payg'ambar alayhisalom meni haykal va butlarni chiqishqa, qatrilgan qabrlarni tuzlashga avatgan edi. Sinimi shuningga avatdiq dedi. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qabrlarni qatirib, uningga asm yozishdan, ustida o'ltirishdan va uning ustiga uy solishdan man qilgan. Ya'ni qabrlarning ustiga uy solish va uning ustida o'ltirish cheklanadi. Uchinchi, Payg'ambarimiz Hazreti Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qabrlarda namoz o'qishdan cheklagan. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Diqqat qilinglar, sizlardan ilgarikilar o'z payg'ambarlarining qabrlarini masjidga aylantirib olgan. Ya'ni qabristonliklarda namoz o'qigan va ibodat qilgan. Sizlar qabrlarni masjid qilib olmanglar. Ya'ni qabristonda namoz o'qimanglar. Men sizlarni u ishdan man'i qilaman. Ma'lumki, bu hadisdagi qabrlarni masjid qilib olmanglar deganing ma'nosi qabristonlarda namoz o'qimanglar demakdir. Kunimizdagi ko'p sonli musulmonlar Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning chekdiganlarini unutib, har xil shirik, ozg'unlik va xurofot qirlariga tushgan. Ba'zilari qabristonlarga masjidlarni, binolarni va munolarni yasab olgan. Ular qabristonliklarda arvohlarga, avliyolarga atab qurbonliklarini, nazr chiroqlarini qilishidi. O'liklardan yordam va madad so'raydi. O'liklardan yordam va madad so'raydi. Aniqki, bu ishlarning hammasi cho'ng shirkning turiga kiradi. Chunki madad, yordam faqat Allohdan tilanadi. Allohdan tilash bu mu'minlikning xislati. Allama Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi mundoq deydi: Qabrlarni ziyorat qilishda Payg'ambar alayhisalomning buyurgan va qaytargan ishlari sahobalarning tutgan yo'llari bilan zamonimizdagi ba'zi kishilarning qabr ziyoratlarini solishtirsak, ikkisining bir-biriga butunlay qarshi ekanligini o'ttirg'i chiqadi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom
qabrlarga qarab namoz o'qishdan to'sgan. Lekin hozirgi odamlar qabr oldida namoz o'qishidi. Qabrlarni masjid qilishdan cheklagan. Ular, ya'ni insonlar qabr ustiga masjid solib, ularni ziyoratgoh deb atashidi. Qabr ustida chiroq yoqishdan cheklagan. Ammo insonlar qabr ustida sham chiroqlarni yuritadi. Qabristonni e'tiqod qilishdan cheklagan. Ular bo'lsa, u yerni har turli marosimlar o'tkaziladigan joy qilib oldi. Shundaqla mazkur faoliyat sababidan hatto hayitlarda yig'ilgandan ko'proq odamlar to'plangan joylarga aylanib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuqoridagi ahvol ostida mazkur qabristonlarga bino qilingan gumbaz va qabrlarni tuzitishga buyurgan. Abi Hayyaj al-Asadi mundaq rivoyat qiladi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu menga Payg'ambar alayhisalom meni buyurgan ishqa sinima avatmaymi? Meni haykal va butlarni chiqishqa, qatirilgan qabrlarni tuzlashga avatgan edi. Sinimo shuningga avatdiq dedi. Aslida qabr ziyorat qilguvchi o'ziga ham mayitga yaxshilik qilgan bo'ladi. Ammo mushriklarning qabr ziyorat qilishdagi maqsadi mayitni Alloh taologa shirik qilib, ularga duo qilish yoki duoda ularni vasita qilish. Ulardan hojatlarni tilash, barakat berishni talab qilish yoki dushmanlar ustidan nusrat tilash qatorliq shirik amallarni qildigan bo'lishdi. Ularning bu qilmishlari natijada o'zi va mayitga hosil bo'lgan yaxshiliklardan, ya'ni o'zi oldigan ajrdan, ularga qilingan duo va istig'forlardan mahrum qilishdi. Ularning yuqorqidek Allohning g'ayridan hojatlarni so'rash qatorliqlar bo'lsa, Alloh taologa ularni shirik qilganlikdir. U Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmasiga va islom dinining aqida masalalariga xiloflik ishdir. Payg'ambarimiz Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam: "Ey Alloh, mening qabrimni cho'qiniladigan haykalga o'xshash qilib qo'ymag'in" deb duo qiladi. Chunki Payg'ambar alayhisalom oxir zamonda ba'zi qabilalarning haykal o'rnida qaturilib cho'qildiganligini, ya'ni Allohning bildirishi bilan biladi. Kunimizda bu achinishli ahvollar yuz bermoqda. Shundoq turuqliq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidida ba'zi xurafiy va jahil kishilarning yana man'i qilingan ba'zi ishlarni sodir qilishidan saqlanishga bo'lmaydi. Lekin ular Rasulullohning qabrisiga yaqin kelolmaydi. Chunki qabr masjidi bo'lmasdan, balki Rasulullohning hujrasining ichida tomlar bilan qo'rshalgan. Alloh taolo Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning duosini ijobat qilganlikdan uning qabrisi jahillarning cho'qinishlaridan saqlanib kelmoqda. U ta qiyomatgacha Allohning izi bilan shundoq saqlanib qoladi.